Nima bo'ladi? Mana tiksak. Mana bu joy ochilib qolyapti. Tushundingizmi mana? Nega tortib tikishimiz kerak-ku mana. Mana bu joyiga turadi. Buni tortganimizdan keyin mana bu joy ochilib qoladi. Ana shunaqa holat bo'lgan bo'ladi, tushundingizmi? Buni boshqa iloji yo'q-da. Tortib tikadi, mana bu joy ochiq qoladi. Endi bola Bu yerda nima bor dedingiz hozir bu yerda? Bu yerda klapan mana, klapan ochilib yopiladigan joy. Mana klapan ochilib yopilyapti. Mana yopilgan, mana ochildi, klapan yopildi. Yopilgan paytda to'liq yopilish kerak, qon o'tib ketmasligi kerak. Endi biz mana uni tikkanimizdan keyin nima bo'ldi? Joy ochilib qoldi. Klapan ochilgan paytda mana qilib turibdi. Klapan ochilgan paytda ochilyapti, yopilgan paytda ham tirqish qolib ketyapti, ko'ryapsizmi? Shuna hisobiga qon obratni o'tib ketyapti. Chunki mana tikilgan-ku. Endi nima bo'ladi? Bola kattalashgan sayin mana bu joy o'sadi. Klapan bu yoqqa qarab o'sadi, shuni hisobiga yana yopilib ketadi. Prosta bunga vaqt kerak. Balkim 5 yil, balkim 10 yil, balkim 8 yilda o'sar. U narsa vaqt. Tushundingizmi? Bu mana men regurgitatsiya berayotgan narsalarim, mana bu regurgitatsiya beryapman sizga hozir. Mana aorta regurgitatsiya, MRTR deb regurgitatsiya. Bular hammasi mana shu teshikda vaqtida mana shunday tortib tikkanligi natijasida kelib chiqadi. Boshqa iloji ham yo'qda yopishdi. Tushundingizmi? Bundan qo'rqish kerak emas. Bola yoshi kattalashgandan keyin yurak muskullari, klapanlar, perigorodkalar o'sadi ozgina. O'sish hisobiga bu regurgitatsiyalar yopilib ketadi. Tushundingizmi? Xavotir olmang. Mang.